Portaxol. William Saroyan. Qo'lingda ikkita yirik portaxol tutgancha muyulishda turasan. Yoningdan bitta yarimta mashina o'tib qolsa, ularni uzatib tabassum qilasan. Donasi 5 sent, uchtasi 10 sent, do'shnasi 25 sent. Yodingda tut, doim jilmayib turishing zarur, dedi amakisi Jek qattiq tayinlarkan. Qani, bir kulib qo'ychi. Luke zo'r-bazo'r jilmaydi-yu, amakisining yuzidagi ifodadan harakati zoyi ketganini payqadi. Qani endi boshqalarday shodon kula olsa. Ruhi baland, quvnoq kishilarga doim havas bilan qaraydi. Senga o'xshab lab lunji osilgan bolani hech uchratmaganman, dedi Jek. Eshit, Luke. Ko'zlariga tik qarash uchun amakisi Lukening qarshisiga tiz cho'kdi. Luke, agar kulib turmasang, sendan portaxol sotib olmaydilar. Sotuvchi degani doim tabassum qilishi kerak. Bu xaridorni quvontiradi, ularga yoqadi. Amakisini diqqat bilan tinglarkan, uning nima demoqchi ekanini Luke juda yaxshi tushunardi. Chunki Jek ham xuddi o'zi kabi tortinchoq edi. Mana, hozir ham u qarshisida tiz cho'kib turarkan, xuddi bir zamonlar otasi kabi og'ir xo'rsindi. Luke, dedi u. Jilla qursa, bir marta kulishga urinib ko'r. Avvora bo'lma, javrani boshladi amakisining xotini. Bunchalar quyon yurak bo'lmasa eding. Allaqachon shu qurib ketgur portaxolni ko'chaga olib chiqib, o'zing sotib bitirarding. Ikki tomchi suvdek bir-biringga o'xshaysan. Akang kim edi-yu, sen kim bo'larding? Ketidan qaro yerginaga kirsang bo'lmasmidi? Sening joying o'sha, boshqa emas. Shu ayolni deb uyda tinchlik yo'q. Aynan uni deb Luke jilmayishga kuch topa olmaydi. Doim ularni taqirlaydigan bu ayol bolaning qovog'ini ochib kulishidan qanday manfaatdor ekanini tushunib bo'lmasdi. Jek otasining tug'ishgan ukasi va qaysidir jihatlari uni eslatib yuborardi. Ehtimol shuning uchun ayol doim otasi savdo nimaligini bilmay o'lib ketgani tuzuk bo'lganini aytar. Xudoning la'nati tekkan yerda emas, Amerikadamiz. Odamlarga qo'shilishing, ko'nglini ovlashga harakat qilishing zarur. Jekka hamisha ta'kidlardi ayol. Ko'nglini ovlash kerak? Qanday qilib ularning ko'nglini olaman? derdi Jek. Bu gapdan so'ng ayol achchiq ta'nalarni boshlab yuborardi. Nodonsan, nodon. Agar qornimda homilam bo'lmaganida allaqachon Rosenberg omborxonasiga ishga kirar, seni ham, bolani ham boqardim. Marhum otasi kabi Jek ham g'amboda edi. O'zidan sira ko'ngli to'lmas, shu bilan birga yaqinlarini baxtiyor ko'rishni istardi. Shuning uchun ham Luke'dan qovog'ini ochib, tabassum qilishni so'rardi. "Bo'pti", dedi Jek. "Yaxshi. Uyda 10 yashik portaxol bor. Yeyishga esa na burada non topiladi, na sarg'iq chaqa. Endi ko'cha-ko'yda o'tgan-ketganga portaxol tutqazib o'tirishim qoluvdi. Yo bo'lmasa, qutilarni aravaga ortib shahar daydishim kerakmi? Undan ko'ra ochiq mozorga kira qolay." Jekdek g'amgin olamda yo'q. Luke amakisining ma'yus tortib qolganini ko'rib, o'zini yig'idan ba'zor tiyadi. Atay qilgandek, Jekning xotini endi battarroq arazlab yig'lar, yig'laganda ham hazilakam emas, ho'ngrab, achchiq ko'z yosh to'kardi. Aslida bu yoshlar qayg'udan emas, ginaxonlik bilan to'kilardi. Bola ayniqsa shu daf'a atrofidagi hodisalarning bari naqadar dahshatli ekanini his qildi. Ayol to'lanmagan qarzlar va birga o'tkazgan barcha qora kunlarini Jekka bir pisanda qilganicha yig'larkan, hali tug'ilmagan go'dak haqida. "Yana bitta savdoyi ko'paysa ne naf?" dedi-yu, keyin o'kirib, poldagi qutidan ikki portaxolni changallab, o'dag'aylab ketdi. "Hozir noyabr axir, pechkaga soladigan ko'mir yo'q. Bunaqada muz qotamiz-ku. Uydan go'sht isi kelib turishi kerak. Ma, ol, ushla, ye portaxolingni. Bu kuningcha ye." Jekning shu qadar ruhi tushib ketdiki, so'z demoqqa madori qolmadi. Telbanamo tebranib o'tiraverdi. Bular tag'in Luke'ga kulishni o'rgatmoqchi bo'lishadi. Lekin xotini portaxollarni qo'lidan qo'ymay, u burchakdan bu burchakka borib kelar, yig'lab, siqtab bola haqida qayta gapirardi. Biroz o'tib tinchlandi. "Qani, endi uni muyulishga eltib qo'y", dedi.
Balki chindan ham pul ishlab kelar. Jek boshini ko'tarmadi. Shunda ayol yana qichqirdi. Garangmisan? Uni muyulishga qo'yib kel, deyapman. Odamlarga kulib qarasin. Qornimiz och axir. Atrof qabohatga to'la bo'lsa-yu, qanday qutulishni bilmasang, yashashdan nima ma'ni? Maktabga borishning, hisob-kitob o'rganishning, she'r yodlab, boyimjon chizishning nima keragi bor? Uyqu vaqtigacha muzdek xonada diydirab, Jek va xotini ikkisining janjallarini tinglash u to'shakka burkanib yig'lagan ko'yi uyquga ketishning, uyg'onib tag'in o'sha mungli osmonga tikilish u sovuqdan qaltirashning, maktabga borib nonushtada non o'rniga portahol chaynashning nima ma'nosi bor? Jek birdan o'rnidan irg'ib turdi-yu, xotiniga qichqira ketdi. O'sha qichqiriq orasida uni ortidan o'zini ham chavaqlashini aytdi. Ayol ustidagi ko'ylagini beligacha tilka pora qilib, boyagidan battarroq yig'lay boshladi. Bu kunimizdan o'lganimiz yaxshi. O'ldir meni, o'ldir. Jek uni quchib boshqa xonaga olib chiqib ketdi. Xonadan ayol yig'isi va Jekning chinakam go'dak, o'zi kap-katta-yu go'l bolakay ekanini bot-bot takrorlagan ovozi eshitilib turdi. Lyuk ancha paytgacha o'sha burchakda qimir etmadi. Qancha vaqt o'tdi, bilmaydi. Faqat juda charchab, ochiqqach stulga cho'kdi. Seni ardoqlab sevuvchi biror kiming, na otang, na onang bo'lmagach, yakka o'zing bu dahri dunda yashashingdan nima naf? Uning o'pkasi to'lib borar, ammo ko'z yoshidan bir nima o'zgararmidi? O'lganning kunidan tirjayib Jek chiqib keldi. Bor yo'q ishing, dedi u. Qo'lingga 2 yirik portahol olib, o'tgan ketgan mashinaga qarab jilmayish. Bir pasda butun bir qutini sotib qo'yasan, Lyuk. Jilmayaman, dedi Lyuk. Donasi 5 sent, 3tasi 10. Ko'tarasi 25 sent. Barakalla, qonib ketdi Jek. So'ng poldagi portahol qutisini ko'tarib, orqa eshik tomon yurdi. Qutining og'irligidan Jek ikkisi ko'chada imillab borishar, uning tishni oqini ko'rsatib jilmayish kerakligi haqidagi tavsiyalari esa diqqatini oshirardi. Daraxt tanalari allaqachon ship-shiydan bo'lgan, ko'chalar ma'yus va ayanchli. Hatto manavi xushxo'r, rangdor portahollar ham bunda kulgili va qayg'uli ko'rinardi. Ular mashina oqimi tinmaydigan Ventura ko'chasining muyulishiga yetib kelgach, Jek qutini yo'lga chetiga qo'ydi. Bir o'zing tursang yaxshi, Lyuk, dedi Jek. Men uyga ketdim. So'ng u yana tiz cho'kib, bolaning ko'ziga tikildi. O'zing qo'rqmaysanmi, Lyuk? Qosh qoraymay qaytaman. Shomga yana 2 soatcha bor. Tabassum qil, odamlarga kulib qara. Kulib qarayman, takrorladi Lyuk. Shunda Jek xuddi birov quvgandek o'rnidan sapchib turdi-yu, yo'lka bo'ylab ildam jo'nadi. Lyuk bir juft katta-katta portahollarni tanlab, o'ng qo'lini bosh uzra ko'tardi. O'xshamadi. Allaqanday g'ayri tabiiy tuyuldi. Ilkinga 2 portaholni tutgancha boshing uzra ko'tarishdan, o'tgan-ketgan yo'lovchiga jilmayishdan nima naf? Shahardan ko'chaning u turgan tarafiga ilk avtomobil burilguncha asr o'tgandek bo'ldi. Mashina yaqinladi. Ruldagi erkak ko'rindi. Orqa o'rindiqda esa 2 bolasi bilan ayol o'tirardi. Og'zi qulog'iga yetib iljaydi. Biroq ular to'xtash niyatida ekani sezilmagach, qo'lidagi portahollarni silkitib, yo'l labiga chiqdi. Ularning yuzini juda yaqindan ko'rdi va qo'lidan kelgancha og'zini katta ochib jilmaydi. Mashina to'xtamay o'tib ketdi. Yo'lovchilar esa unga javoban hatto kulib qo'yishmadi ham. Mashinadagi qizcha xuddi iflos narsa oldidan o'tib ketayotgandek hazar qilib lab burdi. Siz kishilarga tabassum qilsangiz, ular esa aftini bujmaytirsa, muyulishda turib, ularga portahol taklif qilishning nima keragi bor? Dunyo davlatmand va bechora hol kishilardan iborat. Yuz mushaklariga zo'r berib jilmayishdan nima ma'ni? Boylar yeb ichadi, o'yin kulgi qiladi, faqirlarning esa hech vaqosi bo'lmaydi. Doim janjallashadilar. "O'ldir meni!" deb bir-biriga baqiradilar. U qo'lini tushirib boshqa kulmadi. O't o'chirish kraniga, oqova tarnovga qaradi.
ikki tarafi qator uylar bo'lgan, odamlar kirib chiqib turgan Ventura ko'chasi bo'ylab ko'z yugurtirdi. Ko'chaning oxiri qishloqqa ulanib ketgan. Keyin uzumzor, mevazor bog'lar, daryo, yaylov va tog'lar keladi. Tog'lardan o'tib yana yangi shahar, uylar, ko'cha va odamlar. Yig'i tomog'ingga tiqilib, yuzingni o't o'chirish kraniga bo'rsang, bu dunyoda yashashning nima keragi bor? Ko'chada yana bir avtomobil ko'rindi va Lyuk tag'in qo'lidagini baland ko'tarib jilmaydi. Biroq mashina yaqinroq kelgach ko'rdiki, haydovchi unga qaramadi ham. 5 sentga bir dona portaqol olib yeyishlari mumkin axir. Non va go'sht tanovul qilganlaridan so'ng 1-2 bo'lak totinishlari, po'stini archib, ajib isidan bahramand bo'lishlari, keyin shunchaki paqqos tushirishlari mumkin. Atigi ulovlarini to'xtatib, 10 sentga 3 dona olishsa bas. Yana bir mashina o'ta boshladi. Bola jilmayib qo'l silkidi. Ulovdagilar unga erinib boqdilar. Ularga kulib qarashning nima keragi bor o'zi? Agar o'tib ketayotib hech qursa jilmayib qo'yishganda ham unga buncha alam qilmasdi. Juda ko'p mashina o'tdi. Bola o'tirib oldi. Boshqa hech ham kulmaslik lozim ekanini tushundi. Amakisi nima desa deyaversin, odamlarga portaqolning keragi yo'q. Hech bir tabassum, tishning oqi ularni chorlay olmaydi. Bolani erinchoq nigohlaridan o'tkazib, yo'llarida davom etaveradilar. Kun og'ib, qiyomat qoyim bo'lgandek tuyuldi. U mahsharni shu ahvolida o'tgan-ketgan yo'lovchiga jilmayib, qo'lidagi portaqolni boshi uzra silkitib kutib olyapti. Nahot shu muyulishda turish, odamlarga portaqol uzatib kulish uchun dunyoga kelgan bo'lsa, hamma yoq qorong'i va bo'm-bo'sh, u esa lab lunjini og'ritib jilmayadi. Javoban qilingan munosabatdan ko'ngli o'ksiydi. Axir zum o'tmay olam zulmat bag'riga butkul cho'mishi, oxir zamon kelishi mumkin. Jek amakisini ham, uning xotinini ham to'ng'iz qopadi. Barcha ko'chalar, uylar va odamlar yo'q bo'lib ketadi va hech narsa, na bir jon, na huvillagan ko'chalar, na bir qora tortilgan deraza, na yopiq eshik qoladi va hech kim portaqol olmaydi va tabiiyki bolaga kulib qaramaydilar.